Aziz pensiyadagi yurtdoshlarim, bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya oladigan har bir inson zudlik bilan o'z hujjatlarini tekshirishi. Ayniqsa pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki pensiya ishi bo'yicha rasmiy hujjatni qo'lida bor yo'qligini aniqlash kerak. Bu gap faqat yangi pensiyaga chiqqanlarga emas. Ko'p yildan beri pensiya olayotganlarga ham tegishli. Chunki birgina yetishmayotgan hujjat sabab odamning imtiyozi to'xtab qolishi, qo'shimcha to'lovni ola olmasligi, kommunal yengillikdan foydalana olmasligi yoki bankda muammo chiqishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Odam pensiyasini olayapti, hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin kerakli paytda undan pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Shunda u arxivga yuguradi, pensiya jamg'armasiga boradi, mahalladan ma'lumotnoma izlaydi, vaqt ketadi, asab ketadi. Ayrim hollarda pul ham kechikadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonda kamida bitta odamga albatta kerak bo'ladi. Oldin ko'p narsa qog'oz orqali yurardi. Inson pensiyaga chiqsa, uning ish staji, ish haqi, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat, bola parvarishi, zararli ish sharoiti, imtiyozli davrlar kabi ma'lumotlar qog'oz hujjatlar asosida tekshirilardi. Pensiya tayinlangandan keyin odam ko'pincha mening ishim bitdi, endi har oy pensiyam tushadi deb yurardi. Darhaqiqat ko'p hollarda shunday bo'lgan. Ammo hayotda bitta muhim jihat bor. Pensiya tayinlanganligi, pensiya turi, miqdori, ish staji va hisobga olingan davrlar bo'yicha rasmiy tasdiq har doim ham odamning qo'lida saqlanmagan. Hozir esa tizim asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Banklar, davlat xizmatlari, mahalla tizimi, sog'liq organlari, ijtimoiy himoya organlari va boshqa idoralar ma'lumotlarni elektron bazadan tekshiradi. Bu yaxshi, chunki odam har safar qog'oz ko'tarib yurmaydi. Lekin bitta xavfli nuqta bor. Bazadagi ma'lumot to'liq bo'lmasa, eski ish joyi tugatilgan bo'lsa, mehnat daftarchasida xato bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki eski davrdagi ish haqi bo'yicha ma'lumot topilmasa, odamning huquqi isbotlash talabiga kelib qoladi. Mana shuning uchun men pensiyadagi har bir insonga aytaman. Sizda pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi rasmiy hujjat, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot, ish staji hisoblangan davrlar bo'yicha nusxa yoki hech bo'lmasa elektron tasdiq bo'lishi kerak. Bu hujjat bugun kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin ertaga sanatoriyaga yo'llanma olishda, uy-joy subsidiyasi yoki kommunal imtiyozda, bank kartangiz bloklanganda, meros masalasida, qo'shimcha nafaqa yoki kompensatsiya olishda juda zarur bo'lib qoladi. Birinchi navbatda men yangi pensiyaga chiqqanlarga murojaat qilaman. Agar siz yaqinda pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, pensiya tayinlanganidan keyin hammasi bo'ldi deb ketmang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki davlat xizmatlari orqali pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma oling. Unda sizning F.H. tug'ilgan sanangiz, pensiya turi tayinlangan sana, pensiya miqdori yoki tegishli ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Eng muhimi, hujjatda rasmiy tasdiq bo'lishi kerak. Elektron QR kod bo'ladimi, muhr bo'ladimi, imzo bo'ladimi, barchasi tekshirilsin. Ikkinchi toifa. Ko'p yildan beri pensiya olayotganlar. Aynan shu insonlar ko'pincha mening hujjatlarim eski, lekin pensiyam tushib turibdi-ku deb o'ylaydi. Men bunday xotirjamlikni xavfli deb hisoblayman. Sababi eski davrda hujjatlar qog'oz shaklida yuritilgan, ayrim ma'lumotlar elektron bazaga to'liq ko'chmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1910 yillarda bir korxonada 12 yil ishlagan. Korxona yopilgan, arxiv boshqa joyga topshirilgan. Mehnat daftarchasida muhr xira tushgan. Bugun biror qo'shimcha hisob kitob yoki qayta ko'rib chiqish kerak bo'lsa, o'sha 12 yilni isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi toifa, mehnat staji turli hududlarda bo'lganlar. Masalan, siz Toshkentda ishlagan, keyin Farg'onaga ko'chgan, keyin Qashqadaryoda yashagan bo'lishingiz mumkin. Yoki sobiq ittifoq davrida boshqa respublikada ishlagan bo'lishingiz mumkin. Bunday hollarda hujjatlar bir joyda saqlanmasligi mumkin. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, kelajakda pensiya miqdorini qayta hisoblash yoki ayrim imtiyozlar uchun ish stajini tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun bunday fuqarolar hujjatlarini alohida papkaga yig'ib qo'yishi shart. To'rtinchi toifa, familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgargan ayollar va erkaklar. Ko'pincha ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Mehnat
daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, arxiv ma'lumotnomasida esa ismda bitta harf xato bo'lishi mumkin. Oddiy ko'ringan bitta harf ba'zan katta muammo tug'diradi. Masalan, Dilbar o'rniga Dilorom yozilib qolgan bo'lsa yoki Karimova o'rniga Karimov yozilsa, tizim buni boshqa odam deb qabul qilishi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, eski va yangi pasport nusxalari saqlanishi kerak. 5-toifa nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiyadan tashqari boshqa to'lov oladiganlar. Bu holatlarda hujjat yanada muhim, chunki pensiya turi noto'g'ri ko'rsatilsa, imtiyoz ham noto'g'ri qo'llanishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerga dori-darmon, reabilitatsiya, sanatoriy, transport yoki boshqa ijtimoiy yordam masalasida alohida hujjatlar kerak bo'ladi. Agar sizning qo'lingizda faqat bank kartasi bo'lsa, bu yetarli emas. Bank kartasi pul olayotganingizni ko'rsatadi, lekin pensiya turi va huquqiy asosni har doim ham isbotlamaydi. Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Alif 8 yoshli otaxon har oy pensiyasini plastik kartadan olib keladi. Unga kommunal xizmatlar bo'yicha yengillik kerak bo'ldi. Idora undan pensiya oluvchi ekani tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'radi. Otaxon menda karta bor dedi. Lekin karta hujjat o'rnini bosmadi. U pensiya jamg'armasiga bordi, navbat kutdi, ma'lumotnoma oldi. Agar bu hujjat oldindan qo'lda bo'lganda, bir kunda bitadigan ish 3 kunga cho'zilmas edi. Ikkinchi misol. 62 yoshli ayol pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'ldi. Chunki eski ish joyidan yuqoriroq ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumoti topildi. Lekin uning mehnat daftarchasida 1985-1992 yillardagi ish davri bor. Arxivda esa familiyasi turmushga chiqishdan oldingi familiyada yuritilgan. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Natijada u avval FHDYO bo'limidan takroriy guvohnoma oldi, keyin arxivga murojaat qildi, keyin pensiya jamg'armasiga qaytdi. Mana bitta hujjat yo'qligi odamni nechta idoraga yuboradi. Uchinchi misol. Pensioner bankdan kichik kredit olmoqchi bo'ldi. Bank uning doimiy daromadini tasdiqlashni so'radi. Pensiya tushumi kartada bor. Lekin bank ko'pincha rasmiy ma'lumotnoma talab qiladi. Pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnoma bo'lsa, ariza tezroq ko'rib chiqiladi. Agar ma'lumot bo'lmasa, bank xodimi qo'shimcha tekshiruv qiladi, vaqt cho'ziladi. Ba'zan odam pulni zudlik bilan davolanishga ishlatmoqchi bo'ladi. Shunda hujjatning oldindan tayyorligi juda katta yordam beradi. 4-misol, bir oilada ota vafot etadi. Onaga boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim huquqlar yoki meros bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar marhumning pensiya hujjatlari tartibli saqlangan bo'lsa, oila kamroq qiynaladi. Agar hamma narsa qayerdadir bor edi degan holatda bo'lsa, farzandlar idora yuradi. Shuning uchun pensiya hujjati faqat pensionerning o'zi uchun emas, uning oila a'zolari uchun ham muhim. Qanday hujjat haqida gap ketyapti va nima uchun uni zudlik bilan olish kerak men? Shu hujjatni oling deganda. Avvalo pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnomani nazarda tutyapman. Bu hujjat turli joylarda turlicha nomlanishi mumkin. Pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma, pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma, pensiya turi va to'lov holati bo'yicha ma'lumot, pensiya ishi bo'yicha ko'chirma. Muhimi nomida emas, mazmunida. Hujjat sizning pensiya huquqingizni, pensiya turi va asosiy ma'lumotlaringizni tasdiqlashi kerak. Nega zudlik bilan? Birinchi sabab, hujjatlar eski bo'lsa, xatoni ertaroq topsangiz, tuzatish osonroq bo'ladi. Masalan, tug'ilgan kuningiz iniqamay bo'lsa, bazada irim-irimay bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Siz buni bugun ko'rsangiz, pasport asosida tuzattirasiz. Ertaga pul to'lovi yoki imtiyoz shu xato sabab to'xtab qolsa, muammo asabiyroq bo'ladi. Ikkinchi sabab, ayrim arxiv hujjatlarini topish vaqt oladi. Ish joyi yopilgan, nomi o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Agar siz bugun stajingiz bo'yicha barcha davrlar to'g'ri hisoblanganini tekshirib qo'ysangiz, kelajakda bolalaringiz ham qiynalmaydi. Uchinchi sabab, elektron tizimga o'tish jarayonida hujjatlar mosligi juda muhim. Bugun ko'p xizmatlar onlayn bo'lib bormoqda. My.Bond.gov.uz orqali, davlat xizmatlari markazi orqali, bank orqali, mahalla orqali ko'plab ma'lumotlar so'raladi. Lekin elektron bazaga noto'g'ri ma'lumot tushgan bo'lsa, odamning o'zi buni tekshirmaguncha hech kim sezmasligi mumkin. 4-sabab, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar. Ba'zi pensionerlar ma'lum toifadagi yengilliklardan foydalanishi mumkin.
Lekin ular buni bilmaydi yoki hujjat tayyor bo'lmagani uchun kechikadi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner, nogironligi bo'lgan pensioner, urush qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslar, zararli ish sharoitida ishlaganlar, ko'p yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar uchun ayrim tartiblar bo'lishi mumkin. Har bir holatda qonunchilik va amaldagi qarorlar tekshiriladi. Lekin birinchi qadam baribir hujjatni tartibga keltirishdir. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, pensiya kartasi hujjat emas. Ko'pchilik menda karta bor, demak men pensionerman deydi. Karta orqali pensiya tushishi ko'rinishi mumkin. Lekin rasmiy idora sizdan aynan ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Karta yo'qoladi, bank o'zgaradi, hisob raqam yangilanadi. Pensiya huquqi esa alohida rasmiy ma'lumot bilan tasdiqlanadi. Ikkinchisi, eski pensiya daftarchasi yoki eski qog'oz hujjat har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda eski daftarcha bo'lsa, uni asrang, tashlab yubormang. Lekin hozirgi kunda ayrim joylar yangi shahrdagi elektron tasdiqli ma'lumotnomani so'rashi mumkin. Shuning uchun eski hujjatni saqlang, lekin yangi ma'lumotnomani ham oling. Uchinchisi, ma'lumotnomadagi raqamlarni tekshirmasdan uyga qaytmang. Men har doim shuni maslahat beraman. Hujjatni olgan zoti ism, familiya, tug'ilgan sana, shahr, pensiya turi, sana, miqdor, manzil, hujjat raqami va ko'r kodni tekshiring. Bitta xato ham keyin muammo bo'lishi mumkin. Agar xato topsangiz, keyin kelaman demang. O'sha joyning o'zida tuzatish tartibini so'rang. To'rtinchisi, menga hozir kerak emas degan fikr eng katta xato. Hujjatlar odatda kerak bo'lmagan paytda tayyorlanadi. Kerak bo'lgan paytda esa kech bo'ladi. Masalan, shifoxonaga yotish, sanatoriy yo'llanmasi, bank amaliyoti, notarius, meros, subsidiya, ijtimoiy yordam, kommunal tashkilot, sud yoki arxiv ishlari birdan paydo bo'ladi. Shunda vaqt yutish uchun hujjat papkada tayyor turish kerak. Beshinchisi, ishonchsiz odamlarga hujjat topshirmang. Hozir firibgarlar ham ko'paygan. Pensiyangizni oshirib beraman. Hujjatingizni tez qilib beraman. Karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring degan odamlarga ishonmang. Pensiya bo'yicha masalani faqat rasmiy idora, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, Maytokov, uz yoki ishonchli bank kanallari orqali hal qiling. SMS kod, bank karta PIN kodi, shaxsiy parol hech kimga berilmaydi. 6-si, nogironlik guruhi bo'yicha hujjat muddatiga e'tibor bering. Ba'zi holatlarda nogironlik muddatsiz bo'lishi mumkin. Ba'zida esa qayta tibbiy ko'rik talab qilinadi. Agar muddat tugasa va siz o'z vaqtida ko'rikdan o'tmasangiz, to'lov yoki imtiyoz kechikishi mumkin. Shuning uchun pensiya ma'lumotnomasi bilan birga tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlarini ham tartibli saqlang. 7-si, boshqa davlatda ishlagan davrlar. Agar siz sobiq ittifoq davrida yoki keyingi yillarda boshqa davlatda ishlagan bo'lsangiz, pensiya hisobida xalqaro kelishuvlar, arxiv so'rovlari va tasdiqlovchi hujjatlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy ma'lumotnoma bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasidan aynan qaysi davrlar hisobga olinganini so'rang. Masalan, 7 yil Qozog'istonda, 5 yil Rossiyada, 30 yil Tojikistonda ishlagan odamning hujjatlari to'liq bo'lmasa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR, pensiya kartasi. Eski pensiya daftarchasi bo'lsa o'sha, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, harbiy bilet, bola parvarishi yoki boshqa imtiyozli davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Bularni bitta papkaga joylang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Agar internetdan foydalana olsangiz, May.uz orqali ham ayrim ma'lumotnomalarni olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin har bir hududda xizmat ko'rsatish tartibi amaldagi tizimga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli yo'l rasmiy kanal orqali so'rashdir. 3-qadam, arizada nimani so'rashingizni aniq ayting. Menga pensiya oluvchi ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak. Pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma kerak. Pensiya turi va tayinlangan sana bo'yicha ma'lumot kerak. Pensiya ishimda qaysi ish stajlari hisobga olinganini bilmoqchiman deb yozing yoki xodimga aniq tushuntiring. Noaniq gapirsangiz, sizga kerakli hujjat emas boshqa ma'lumot berilishi mumkin. 4-qadam, hujjatni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Ismingiz pasportdagidek yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi?
JSHIR raqami to'g'rimi? Pensiya turi to'g'rimi? Tayinlangan sana mantiqan to'g'rimi? Pensiya miqdori siz olayotgan pulga mosmi? QR kod bo'lsa telefon orqali ochiladimi? Agar elektron hujjat bo'lsa, uni telefoningizga saqlang. Farzandingizga yuboring. Bitta nusxasini qog'ozga chiqarib papkaga soling. 5-qadam, xato bo'lsa og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza yozing. Arizada xato nimada ekanini aniq ko'rsating. Masalan, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, familiyam nikohdan keyin o'zgargan hujjatlar ilova qilinadi. Mehnat daftarchamdagi 1995-1996 yillar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya turi noto'g'ri ko'rsatilgan deb yozing. Ariza nusxasiga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron yuborgan bo'lsangiz, tasdiqni saqlang. 6-qadam, arxiv masalasini kechiktirmang. Agar pensiya jamg'armasi sizdan eski ish joyi bo'yicha ma'lumot so'rasa, ishxona arxivini aniqlang. Korxona tugatilgan bo'lsa, hududiy arxivga murojaat qiling. Arxivga yozadigan arizada ish joyining to'liq nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangiz va imkon qadar manzilingizni ko'rsating. Qanchalik aniq yozsangiz, javob shunchalik tezroq chiqadi. 7-qadam, hujjatlarni raqamli nusxaga aylantiring. Farzandingiz yoki nabirangizdan yordam so'rang. Har bir hujjatni telefon bilan tiniq suratga oling yoki skaner qiling. Fayllarga tushunarli nom bering. Pasport, pensiya ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumoti. Bularni telefon, fleshka yoki ishonchli bulut xotirasida saqlang, lekin begonalarga yubormang. 8-qadam, har yili kamida bir marta pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Bu juda oddiy, lekin foydali odat. Pensiya miqdori o'zgarganmi? Karta almashganmi? Manzil o'zgarganmi? Nogironlik hujjati muddati tugayaptimi? Imtiyozlar bo'yicha yangi tartib chiqqanmi? Bularni tekshirib ko'ring. Ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar bu ishni yaqin qarindoshi yoki mahalla mas'uli bilan birga qilsa yaxshi bo'ladi. 9-qadam, agar siz pensiyangiz miqdoridan shubhalansangiz, qayta hisob-kitob bo'yicha maslahat oling. Men hammaga albatta pensiyangiz oshadi deb va'da bermayman. Chunki har bir holat hujjatlarga bog'liq. Lekin ayrim pensionerlarda ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan. Staj davri noto'g'ri olingan yoki yangi topilgan arxiv hujjati asosida qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buni faqat rasmiy tekshiruv orqali bilish mumkin. 10-qadam, barcha murojaatlarda xotirjam, lekin qat'iy bo'ling. Xodimdan huquqingizni tushuntirib berishni so'rang. Agar javob og'zaki bo'lsa va siz rozi bo'lmasangiz, yozma javob talab qiling. Yozma javob keyingi bosqichda murojaat qilish uchun asos bo'ladi. Hech qachon baribir foydasi yo'q deb hujjatni tashlab qo'ymang. Ko'p masalalar aynan sabr bilan, tartibli hujjat bilan, rasmiy ariza orqali hal bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Farzandlar ham ota-onasining pensiya hujjatlariga befarq bo'lmasin. Men ko'p ko'rganman. Keksa odam hujjatni saqlay olmaydi. Qayerga qo'yganini unutadi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, internetdan foydalana olmaydi. Farzand bir kun vaqt ajratib ota-onasining hujjatlarini tartibga solib bersa, keyinchalik butun oila uchun katta yengillik bo'ladi. Bu nafaqat huquqiy masala, balki ota-onaga hurmat masalasi hamdir. Demak, aziz pensionerlar, bugungi eng muhim gapim shuki, pensiya olayotganingizning o'zi yetarli emas. Pensiya huquqingizni tasdiqlovchi rasmiy hujjat ham qo'lingizda bo'lishi kerak. Pensiya tayinlanganligi, pensiya turi, pensiya miqdori. Ish staji va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etganini hoziroq tekshiring. Xato bo'lsa kechiktirmasdan ariza yozing. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing, elektron nusxasini saqlang. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Men sizlardan iltimos qilaman, bu mavzuni e'tiborsiz qoldirmang. Bugun 30 daqiqa vaqt ajratib hujjatni tekshirgan odam ertaga bir necha hafta yugurishdan qutuladi. Izohlarda yozing. Sizda pensiya ma'lumotnomasi bormi? Hujjatlaringiz tartibdami? Qaysi masalada qiynalyapsiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz bilan albatta bo'lishing. Chunki bitta to'g'ri hujjat ba'zan insonning puli, imtiyozi va xotirjamligini saqlab qoladi.